Yerning eng katta okeani qaysi? Tinch okean. To'g'ri. Yana qo'yaladi. Olavering. O'simliklarning quyosh nuri yordamida oziq modda hosil qilishi nima? Yo'q. Fotosintez. To'g'ri, fotosintez. Qo'y. Eng katta hayvon? Eng katta hayvon. Fil. Yo'q, yanada yaqinlashamiz. Dinozavr. Yo'q. Ikkovimizning kitob ishlayapmiz. Eng katta hayvon. Ko'k kit. Ko'k kit, ha. 32 tonna. To'g'ri. Quyosh tizimida nechta sayyora bor? Quyosh tizimida 9 ta sayyora. Yo'q, adashmamiz ozginchaga. 8 ta sayyora bor. 9ta. Yo'qim sayra. Inson yuragi nechta bo'lmadan iborat? 3ta. 4ta. 4 ta, to'g'ri. Pushkin qaysi mamlakat shoiri? Rossiya. To'g'ri. Suvning formulasi? H2O. To'g'ri. Kuylangan sahna asari qaysi? Bashara xonim. Opera deb ataladi. Opera. Ishtirok uchun kattakon rahmat.